Men hech qachon o'zimni bunday vaziyatda ko'raman deb o'ylamagandim. Ko'zlarimni yumdim. Tanamdagi titroqni bosishga urindim. Qarshimda yigitimning eng yaqin do'sti turardi. Uning nigohlari meni yeb qo'ygudek edi. Bu shunchaki xiyonat emas. Bu mening o'z xohishim bilan tubsizlikka, olovli ehtiros qariga qulashim edi. Assalomu alaykum, aziz sirdoshlar. Bu hikoya haqiqiy voqealarga asoslangan. Agar siz ham hayotning kutilmagan burilishlari va yashirin sirlariga qiziqsangiz, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Meni ismim Nozima. Hali 20 yoshdaman. Bank kollejining eng ko'zga ko'ringan a'lochi talabalaridan biriman. Tashqaridan qaraganda hayotim bir tekis oddiydek ko'rinadi. Lekin har bir chiroyli pardaning ortida qorong'u haqiqat yashiringan bo'ladi. Mening zaif tomonim bu pul va sevgi edi. Doniyor. U mening hayotimning mazmuni edi. Yoki men shunday deb o'ylardim. U kelishgan, o'ziga ishongan har qanday qizning orzusidagi yigit. Bizning munosabatlarimiz ehtirosli edi. Lekin bu ehtirosning narxi borligini men kech tushundim. Bizning uchrashuvlarimiz oddiy emasdi. U menga yordam berardi, moddiy tomondan qollardi. Har safar uning quchog'ida bo'lganimda o'zimni dunyodagi eng baxtli qizdek his qilardim. Men unga ishonardim. U mening birinchi erkakim, mening himoyachim edi. Men bokira edim. Ha, galati eshitdilar, lekin Doniyor meni avaylardi yoki shunday ko'rsatardi. Bizning yaqinligimiz boshqacha usulda bo'lardi. Bu mening kichik sirim edi. Kunlarning birida sessiya vaqti keldi. Muammolarim yig'ilib qolgan. Pul juda zarur edi. Doniyordan yordam so'radim. Uning ko'zlarida galati bir uchqun yondi. Jonimda hozir yo'q, lekin bitta yo'li bor dedi u sekin yuzimni. Uning taklifi meni shok holatiga tushirdi. Uning do'sti Jasur. Faqat bir marta dedi Doniyor yalinib. Bu uning orzusi. U seni anchadan beri kuzatadi. Agar rozi bo'lsang, barcha muammolaring hal bo'ladi. Rad etishim kerak edi. Baqirib ketib qolishim kerak edi. Lekin ichimdagi qandaydir bir kuch, balki ehtirosga bo'lgan yashirin chanqoqlikmi meni to'xtatib qoldi va men rozi bo'ldim. Kech tushdi. Ular kelishdi. Doniyor va Jasur. Jasurni ko'rib yuragim to'xtab qolayozdi. U Doniyordan butunlay boshqacha edi. Baland bo'yli, yelkalari keng, haqiqiy erkak kuchi ufurib turgan barzangi yigit. Uning nikohi itqishnikidek otkir edi. U menga qaraganda kiyimlarim yoqdek his qildim. Stol tuzaldi, ichimliklar, yengilazaklar. Men ichishni xohlamasdim, lekin Jasurning o'tkir atiri va xonadagi taranglik meni mast qila boshlagandi. Uning harakatlarida qo'pollik aralash bir jozib bor edi. Biroz otib men Doniyorga qaradim. Ko'zlarim bilan yordam ber demadim, aksincha boshlaylik degandek ishora qildim. Men xonada bo'laman dedim, musiqa pichirlab. Yotoqxonaga kirdim. Tungi chiroqning xira yorug'ida o'zimga qaradim. Ipak tungi ko'ylagim tanamga yopishib turardi. O'zimni juda chiroyli, orzudagi ayoldek his qildim. Men nafaqat pul uchun, balki shu yirtqich erkakning e'tiborini his qilish uchun ham buni xohlayotgandim. Eshik ochildi. Doniyor kirdi. Doniyor aka, men uyalyapman, chiroqni ochiring dedim, nozlanib. Aslida bu uyat emas, o'yin edi. U rozi bo'lib chiqib ketdi. Zulmat cho'kdi va birozdan so'ng og'ir qadam tovushlari eshitildi. Bu Jasur edi. U kirishi bilan xonadagi havo o'zgardi. Uning nafasi, uning harorati meni qamrab oldi. Men devorga suyanib turardim. U ortimdan keldi. Hech qanday so'zsiz uning katta kuchli qo'llari mening nozik belimga, keyin esa dumbalarimga tegdi. Oh, bu qo'r. U shunchaki ushlamasdi. U egalik qilardi. Uning masaji og'riqli, ammo shunchalar yoqimli ediki, men ixtiyorsiz ingrab yubordim. Jonim, seni qanchalar orzu qilganimni bilasanmi deb shivirladi u qulog'imga. Ovozi xirillagan ehtirosdan bo'g'iq edi. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Xohlaganingizni qiling dedim. Bu so'zlar mening lablarimdan emas, balki vujudimning eng chuqur istaklaridan chiqdi. O'sha tun men uchun kashfiyot bo'ldi. Jasur shoshmasdi. U tajribali edi. Uning har bir harakati meni telba qilardi. Uning asbobi tasvirlashga til ojiz. Men avvaliga qo'rqdim, lekin tanam allaqachon unga taslim bo'lgandi. Og'riq va huzur bir vaqtning o'zida keldi. U meni devorga tirab o'z quchog'iga olganda, men dunyodagi hamma narsani unutdim. Bankdagi oqishim, qarzlarim, Doniyor, hammasi yo'qoldi. Faqat men va Jasur bor edik. Xonani bizning nafas olishimiz va ehtirosli tovushlarimiz to'ldirdi. Har safar u harakatlanganda men yanada balandroq nola qilardim.
Bu majburiyat emasdi. Bu ikki tananing bir-biriga bo'lgan chanqog'i edi. U meni maqtardi. San'at asarisan derdi. Bu so'zlar menga kuch berardi. Men unga moslashishga, unga yanada ko'proq zalb berishga orindim. Biz vaqtni unutdik. Terga botgan tanalarimiz bir-biridan ajralgisi kelmasdi. Eng qizig'i barchasi tugagandan so'ng ham u mendan toymadi. Biz yotoqda holsiz yotganimizda u yana erkalay boshladi. Doniyor bilmasin dedi u sirli jilmayib. Men ham oyga qo'shildim. Pul unutilganda endi faqat istak bor edi. Uning menga qilgan muomalasi, o'sha qo'pol ammo mehribon harakatlari meni butunlay o'zgartirib yubordi. Tongga yaqin uyga qaytdim. Cho'ntagimda pul bor edi. Lekin yuragimda galati bir bo'xliq va shu bilan birga toliqlik hissi bor edi. Men o'zgargandim. Men endi oldingi sotda Nozima emasdim. Vaqt eng yaxshi davo deyishadi, lekin u ham ba'zan eski yaralarni yangilaydi. Yana pul kerak bo'ldi. Bu safar Doniyor yo'q edi. Dugonamga murojaat qildim. Uning hayoti menga sirli va xavfli tuydi. Lekin boshqa choram qolmagandi. Faqat bitta klient dedi, u boy saxiy manzilga bordim. Hashamatli uy. Eshikni yoshi katta, korni katta bir kishi ochdi. Avvaliga ichimda jirkanish uyg'ondi. Men yosh chiroyli Jasurni esladim. Bu odam esa. Lekin u pulor edi va u nima xohlashni bilardi. Uning ko'zlarida musiqa, shahvat bor edi. Zo'r narsa ekansan, dedi u meni ko'zdan kechirib. Bu safar o'yin boshqacha edi. Bu odamda tajriba bor edi, lekin yoshlik yo'q edi. Men o'zimni qo'g'irchoqdek his qildim. U meni boshqarardi. Men chidadim. Ko'zlarimni yumib, buni Jasur deb tasavvur qilishga orindim. Lekin eng kutilmagan voqea oldinda edi. Eshik ochildi va xonaga Ravshan kirdi. Jasurning do'sti yana bir kelishgan devdek yigit. Men shokda edim. Bu yerda nima qilyapsiz degandek qaradim. Ravshan kulib qo'ydi. Kechaga ozgina olov qo'yamiz dedi. Ravshanning kelishi vaziyatni butunlay o'zgartirdi. U meni dushga olib kirdi. Issiq suv bu va uning sovuq qo'llari. Vannadagi suv tola edi. U meni o'z quchogiga oldi. Suv ostida bo'lgan harakatlar, suvning chayqalishi va bizning og'ir nafaslarimiz. Bu kino sahnalariga o'xshardi. Ravshan mendan ko'ra kuchliroq edi. U bilan bo'lgan yaqinlik bir vaqtning o'zida ham qo'rqinchli, ham aql bovar qilmaydigan darajada ehtirosli edi. Men musiqa charchagandim, lekin to'xtashni xohlamasdim. Keyin o'sha boy kishi ham qo'shildi. Men ikki olif orasida qoldim. Bir tomonda tajriba va hokimiyat, ikkinchi tomonda yoshlik va kuch. Bu tunda men o'zimning barcha chegaralarimni buzdim. Uyatxonlik, qo'rquv hammasi tashqarida qoldi. Faqat instinktlar va lazzat qoldi. Ular meni malikadek emas, balki o'z xohishlarining markazi deb bilishdi. Og'riq lazzatga, charchoq esa eksitga aylandi. Tong otganda ular menga katta miqdorda pul berishdi. Lekin men pulga qaraganim yo'q. Men oynadagi o'z aksimga qaradim. Sochlarim to'zg'igan, lablarim shishgan, ko'zlarimda esa yovvoyi bir nur bor edi. Men uyga qaytdim. Jismonan ezilgan ammo ruhan galati bir qoniqish bilan. Hozir o'ylayman, bu shunchaki pul uchun qilingan ishmidi? Yoki men o'z ichimdagi yashirin menni kashf qildimmi? Doniyor, Jasur, Ravshan ular mening hayotimda shunchaki o'kinchi yo'lovchilarmi yoki taqdirimni o'zgartirgan insonlarmi? Bilasizmi?